Morfemika bo'limi. Morfemika milliy sertifikatda nechanchi savollarga demak javob bo'ladi. Morfemika bo'limida milliy sertifikatning nechanchi qismlarini yoki testlarini ishlay olamiz. 5-testini, 7 va 38-savollarga javob bo'ladi. Milliy sertifikatning 3 ta testi morfemikadan tuziladi. Morfemika bo'limida 5-7 va 38-savol. 5-savol oson. Bilasiz, uslubiy xato qo'llangan qo'shimchani toping deydi. Yo ikkita qo'shimcha bitta joyda kelgan bo'ladi, bilasizmi? Ha? Obro'li dedi, yo qarang, o'zi obro' ot. Unga li yoki bo qo'shimchasi qo'shiladi. Yo bo obro', ba obro' bo'ladi yoki obro'li bo'ladi, ha? U ba obro' xonadondan, u obro'li xonadondan bo'ladi. Lekin matn ichida bizlar nima deydi? Ba obro'li deb ketadi, ha? Yoki unum so'zi bor. Unumdor dedi yoki nima dedi? Ser unumdor yoki ser unum deydi, to'g'rimi? Ser unum hosil bo'ldi yoki ser unum nav deydi yoki unumdor nav deydi. O'zi aslida shunday bo'lishi kerak. Bizga testda nima deydi 5-savolda? Ser unumdor deb ketadi. Serni ham qo'yadi, unumdorni ham qo'yadi. Dor bilan ser ikkalasi nimada? Aytadi-ku, ikkala qo'chqor bitta qozonda qaynamasmi? Shunaqa bitta maqol bor edi, ha? Ha, ikkala bosh bir qozonda qaynamas degandek, bular ham ikkalasi bitta so'z tarkibida kela olmaydi. Ikkalasidan bittasi kelishi kerak. Yoki boshqacha, yoki umuman xato qo'shimchani qo'yib yuboradi. Aybdorligidan deydi. Aybdorligidan bo'lishi kerak. Ligidan deb ketadi. Li qo'shimchasini orttirib ketadi. Bu 5-savolda tushadi. Xo'p, 38-savol yopiq test bo'ladi, bilasiz. 38-savolda noto'g'ri qo'llangan qo'shimcha yoki qaysi kelishik, oltita kelishik bor, bilasiz. Qaysi kelishik qo'shimchasini biz nima bilan, ko'makchi bilan almashtirishimiz mumkin deb keladi. Ha? Maktabga ketdimi, qaysi ko'makchi bilan almashtirsa bo'ladi? Maktab tomon ketdi. Tomon ko'makchisi bilan almashtirsa bo'ladi. Mana shunday savollar tushadi. Agar sizdan qaysi kelish qo'shimchasini ko'makchi bilan almashtirib qo'llash kerak mumkin deb tushsa, siz bu yerga nima deb yozasiz? Javobga yoziladigan-ku. Ga bo'lsa jo'nalish kelishigi tomon deyiladi. Qaysi kelishik dedim? Jo'nalish kelishigi deysiz yoki gani o'zini yozib ketasiz. Tushundingizmi? Ga jo'nalish kelish qo'shimchasini tomon bilan almashtirish mumkin. Sizdan so'rayapti, qaysi kelishikni biz ko'makchi bilan almashtirib bilamiz? Savolda shunday dedi. Asan u yerga tomon deb yozishing kerak emas, kelishikni yozishing kerak, jo'nalish kelishigi deb. Yo'inki nima bo'lishi kerak? Ga deb yozishing kerak. Tushundingmi? Ikkalasidan bittasini yozishing kerak. Javob aytishing uchun. Sen u yerga tomon deb yozishing kerak emas. Avvalo savolni to'g'ri tushunib olaylik. Biz to'g'ri tushunamiz, lekin savol xato tushunganimiz evaziga tomon deb yozib ketamiz. U yerda o'zi ko'makchi emas, kelishikni so'ragan bo'ladi. Sen ko'makchini yozib ketasan. Xato bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi. Ana endi 7-savol bor. 7-savol bor. 7-savolda aytadiki, qarang, so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchi qolipidagi gapni toping deydi yoki so'zni toping deydi. Tushundingizmi? Birinchi asos keladi, so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi, keyin sintaktik shakl yasovchi kelgan so'z qatnashgan gap top deydi. ABC'dan bittasini topishing kerak. Shu ABC'ning ichida bitta so'zimiz shunday. Tushundingizmi? Matn berilsa. 7-savol biroz murakkabroq. 5 bilan 38 ni topsa bo'ladi. 5 osonroq, birinchi etap, 38 ikkinchi etap, lekin javob bo'lsa-da 7-savol qiyinroq. Ana shu 7-savol qiyin bo'lgani evaziga biz tengqurlar, ya'ni majbur bo'lib ona tili o'qiyotganlar bor-ku, hammasi ham uni o'qimaydi. Siz majbur o'qiyapsiz. Sertifikat olish uchun-da, sizni kontraktdan grantga yoki kirolmaslikdan kirishdan kontraktdan grantga yetalik degan narsa asosiydan tashqari mana bu ishda majburiy bo'ladi. Siz shu uchun majbur o'qiyapsiz. Yuqori ball olish uchun, to'g'rimi? O'sha majburiy fan o'qiyotganlar hammasi bu mavzuni ishlamaydi. Tushundingizmi? Bu mavzuni ishlamaydi. Lekin sen ishlasang shuni, o'zi 2 ball beradi 7-savol. Birinchi savoldan 1 dan 6 gacha. 1-6 savollar 1.7 ball beradi. 7-savol o'zi 8-9 ham 1.7 beradi. Lekin 7-savol o'zi bizga 2 ball beradi. U Rush modulida bizga 5-6 ballgacha ball berishi mumkin. Tushundingmi? Mana shu yerda o'tirganlarda mana shu ikkitasi ishlagan. 40 o'quvchidan 2 ta o'quvchi ishlagan bo'lsa, Rush modul bu ikkalasiga yuqori ball beradi uchun. Tushundingizmi? Yetib bordi menimcha. Shuning uchun ham bu morfemika bo'limi 3 ta savol tushadi, uni evaziga, demak, murakkab bo'lganligi uchun bizda muhim ahamiyat kasb etadigan, demak, bo'lim bo'ladi. Morfemika bo'limi so'z o'rganadigan bo'lim. Morfemika
so'z va uning tarkibini o'rganadigan bo'lim. So'zni o'rganadi va uning tarkibini. Keling qoidadan boshlayman. So'zlarning eng kichik ma'noli qismlarini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi nima deyiladi? Morfemika deyiladi. Demak, so'z tarkibi dedik. So'z tarkibida nima narsa bo'ladi? Ikkita narsa bo'ladi. Asos bilan qo'shimcha. So'z tarkibida asos bilan qo'shimcha bo'ladi. Asos deb o'zakka aytiladi. Yetakchi morfema deb aytiladi. Asosga qarang. Asosning ikkita nomi bor, yana qo'shimcha. O'zak yoki yetakchi morfema. Tushundingizmi? Yetakchi morfema desam ham, o'zak desam ham nimani tushunasiz? Asosni tushunasiz. Qo'shimcha yoki ko'makchi morfema yoki affiks desam, nimani tushunasiz? Qo'shimchani tushunasiz. Qo'shimcha desam sizga tushunarli bo'ladi. Uni affiks desam ham qo'shimchani tushunasiz, ko'makchi morfema desam ham qo'shimchani tushunasiz. Tushundingizmi? Demak, testda yetakchi morfemalar soni so'ralsa nimani hisoblaysiz? Asosni sanaysiz. Agar testda ko'makchi morfemalar sonini so'rasa, qo'shimchalarni sanaysiz. Agar sizdan testda morfemalar soni nechta desa nima deysiz? Asosni ham, qo'shimchani ham kiritib sanaysiz. Qo'shib sanaysiz. Tushundingizmi? Qiyin emas. Hozircha tushunyapsiz-a? Xo'p, asos deb nimaga aytiladi? So'zning eng kichik kattaroq qismi orqadagilarga ham yaxshi ko'rindi menimcha. Ko'rindimi sizga? Ha? Xo'p, asos deb o'zak qismga, ya'ni yetakchi morfemaga aytiladi. Asos deb. So'zning eng kichik boshqa ma'noli qismlarga bo'linmaydigan ildizi o'zak deyiladi. Masalan, bilimdonlarga, ana endi qarang shu yerda. Bilimdonlarga so'zining tub asosi nima ekan? Tub asosi bil. Lekin bilimdonlarga so'zining yasalish asosi nima desamchi? Bilimdon. Bilimdonning yasalish asosi nima? Bilimdan. Chunki bilimdon bilimdan yasalganda. Tushundingizmi? Bilim nimadan yasalgan? Bildan yasalgan. Tushundingizmi? Yasalib ketaveradi. Ya'ni bu yerda nima demoqchiman? Bu yerda aytayapti. Bil fe'lidan bilim ot yasalgan. Otdan bilimdan nima yasalgan? Bilimdan sifat yasalgan. Tushundingizmi? Xuddi shunday. Larga ularga o'tmaymiz, chunki hali qo'shimcha qismga o'tganimizda lar bilan yana boshqacha qo'shimchalar bor. Ya'ni shakl yasovchi qo'shimchalar bor, unda o'rganamiz. To'qimachilikning so'zini tub asos nima? To'qim. Lekin to'qimachilikni so'zining asosi nima? To'qimachilik. To'qimachilik so'zining asosi nima? To'qima, to'g'rimi? To'qimaning asosi to'qim. Tushunarli bo'ldi, asos nima ekanligi. Asos so'zning eng kichik, mana bil eng kichik degan. Boshqa ma'noli qismga bo'linmaydigan, haqiqatan bilni bo'lib bo'lmaydi. To'qini bo'lib bo'lmaydi. Tushunyapsizlar? Demak, qismlarga bo'linmaydigan ildizi o'zak deyiladi. O'zak ildiz degani. Ildiz nimada bilimdon bilan to'qimachi so'zda? Bil bilan to'qim. Tushundingizmi? Ildizi shu. Xo'p, ana endi asos so'zning asosiy ma'nosini ifodalaydi va mustaqil holda qo'llana oladi. Asos mustaqil holda qo'llana oladi. To'qim, ter, kompyuter, xunob, ha? Ter misol uchun. Mana bu yerda kompyuterchi so'zida kompyuter asos, chi so'z asoschi qo'shimcha. Kompyuter nima? Kompyuterchi kim? Tushundingizmi? Xo'p, xunobgarchilik. Xunobgarchilikning asosi nima ekan? Xunob. Xunob degani nima degani? Xunob. Ahvoli xunob yoki ya'ni xafa degan ma'noda ham keladi. Xunob ahvolda, xafa ahvolda, tang ahvolda degani. Tushundingizmi? Xo'p, bo'yoqchi so'zda. Bo'yoqchi so'zining asosi nima ekan? Tub asosi. Bo'ya. Birinchi bo'ya degan. Nimani bo'yay desa, otini aytolmayotganda bo'yoq degan. Bo'yoqdan bo'ya yoki bo'yoqda bo'ya degan. Tushundingizmi? Bo'ya fe'lidan bo'yoq kelib chiqqan. Keyin bo'yoqchi kim kelib chiqqan? Tushundingizmi? Bo'ya fe'l, bo'yoq nima? Ot. Tushundingizmi? Fe'ldan ot yasaldi, otdan bo'yoqchi yana ot yasaldi. Otdan ot yasaladi, sifatdan sifat yasaladi, ravishdan ravish yasaladi, fe'ldan fe'l yasalmaydi. Fe'ldan fe'l yasalmaydi. Tushundingizmi? Ana shu tomonlar bor. Asosiy qo'shimchani tushundingizmi? Ana endi qaranglar. Asalarichilik so'zini olaylik. Nechta ko'makchi morfema bor ekan? Nechta ko'makchi morfema bor? Nechta? Ikkita bor. Asal, aramas, chi bilanlik bor. Tushundingizmi? Asal bilan ara mustaqil ma'noda qo'llana oladimi? Ha? Mustaqil ma'no bildirib biladimi? Asal mahsulot,
ari narsa nomi, hasharot nomi. Chi bilan lik mustaqil ma'no bildiradimi? Demak, ular qo'shimcha. Ko'makchi morfema. To'g'ri aytding. Asar bilan ari mustaqil ma'no qo'llansa, demak u nima bo'ladi? Yetakchi morfema bo'ladi. Asalarichilik so'zida ikkita ko'makchi, ikkita yetakchi morfema bor ekan. Nechta morfema bor ekan? 4 ta. Katta qo'rg'onliklar ning desak, katta qo'rg'onliklarning katta qo'rg'onliklarning ikkita ko'makchi, ikkita yetakchi deydi. Ikkita yetakchi, 3 ta ko'makchi. Chunki likdan keyin men aytdim qo'shimcha sifatida larning dedim. Ular ham nima bo'ladi? Ko'makchi morfema bo'ladi. Nechta morfema bor ekan? 5 ta morfema bor ekan. Qiyin emas ekanmi? Sanoqsiz so'zida tub asos nima? Son. Tub asosi son. Demak, sondan nima yasaldi? Son ot bo'ldi bu yerda. Son ot. Sana bo'ldi, keyin fe'l, otdan fe'l yasaldi. Keyin sanoq bo'ldi. Sanoq yana ot bo'ldi. Nima? Fe'ldan ot. Qarang, otdan fe'l yasaldi, fe'ldan ot yasaldi. Sanoq deb sanoqsiz desachi sifat yasaldi. Ana endi shu sanoqsiz so'zda nechta yetakchi morfema bor, nechta ko'makchi morfema bor? Sanoqsiz. 3 ta ko'makchi, bitta yetakchi. Nechta morfema? 4 ta morfema bor ekan. Qiyin emas ekanmi? Asosni o'rgandingiz, qo'shimchani o'rgandingiz, a? Biz hozirgina morfemikaning eshigini taqillatdik. Tushundingizmi? Asos va qo'shimchani o'rganib oldik. Morfemika ikkita qismga bo'linadi. Asos bilan qo'shimcha. Ya'ni so'zni o'rganadi, ikki qismga bo'linadi. Asos bilan qo'shimcha. Endi biz nimani o'rganamiz? Qo'shimchani o'rganamiz. Qo'shimchalar tasnifiga ko'ra 4 turga bo'linadi. Qo'shimchalar 4 xil tasnif qilinadi. Beroq o'tib borki joyi. Yemayman. Xo'p bo'ladi. Qo'llanish o'rniga ko'ra va vazifasiga ko'ra. Hozir siz bilan ikki turni ko'ramiz. Lekin birinchi qo'llanish o'rnini ko'raylik, osonroqda. Buni hatto o'sha ona tiliga kursga bormaydigan o'quvchilar ham biladi. Qo'llanish o'rniga ko'ra qo'shimchalar old qo'shimcha va ort qo'shimchaga bo'linadi. Old qo'shimcha va ort qo'shimcha. Tushundingizmi? Ya'ni bu yerda qalamdon desak, qo'shimcha qaysi tomondan qo'shilyapti? Orqa tomondan. Xo'p, kattaroq desak, kitobim desak, hammasi so'zning asosiy ortidan qo'shilyapti. Alt qo'shimchalar bor. Misol uchun, boadab alt qo'shimcha. Adab so'zning asosi, so'zga so'z qo'shimcha adab alt. Adab. Alt so'z turkum, lekin unga sifatga so'z qo'shimcha alt tomondan qo'shiladi. Baodab bor ekan. Ya'ni odobli degan. Tushundingizmi? Yoki obro, alt so'z turkumi. Baobro xonadon. Ha? Endi shuni ort qo'shimchaga aylantiraylik, qani orqa qo'shimchaga? Obroli. Tushundingizmi? Xo'p. Suv, demak, ot so'z turkumi? Ser suv desak, sifat bo'ladi. Endi orqa qo'shimcha qiling. Suvli. Tushundingizmi? Qiyin emas ekanmi? Tushunib olsa, old qo'shimcha, ort qo'shimcha. Qo'llanish o'rniga ko'ra birinchi tasnif edi. Bir qadam tashladik. Endi ikkinchi tasnif vazifasiga ko'ra. Qo'shimchalar demak vazifasiga ko'ra ikki xil bo'ladi. So'z yasovchi qo'shimcha va shakl yasovchi qo'shimcha. So'z yasovchi qo'shimcha va shakl yasovchi qo'shimcha. Siz bilan so'z yasovchi qo'shimcha o'rganamiz. So'z yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilib, asosga, ya'ni yetakchi morfemaga qo'shilib, demak, yangi ma'no hosil qiluvchi, uning lug'aviy, ya'ni atash ma'nosini tamoman yangilaydigan, butkul boshqa odam bo'ladi. Tushundingizmi? Agar inson sifatida oladigan bo'lsak, umuman yangi odam bo'ladi. Ya'ni uning atash ma'nosini, bu degan so'roq ham o'zgarishi mumkin, hattoki. Uning tushunchasi, atash ma'no deganda tushunchani o'rganardik-ku. Olma so'zining atash ma'nosi, ot so'z lug'aviy grammatik ma'nosi, ot so'z turkumi olma, so'rog'i nima, to'g'rimi? Boshqa eshik deydi. Atash ma'nosi esa yumaloq bo'ladi, sariq, qizil, yashil bo'ladi, daraxt o'sadi. Biz uni meva qismini tushunardik, to'g'rimi? Atash ma'no deganda. Ongimizda, tasavvurimizda paydo bo'ladigan borliqdagi tushunchani tushunardik. Demak, so'z yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilib, yangi ma'no hosil qiluvchi, uning lug'aviy, ya'ni atash ma'nosini batamom yangilaydigan qo'shimchalar so'z yasovchi qo'shimchalar deyiladi. Tushundingizmi? Umuman yangi ma'no beradi. Son, misol uchun, sana.
Tushundingizmi? Son ot so'z turkumi edi boyagi so'zlar. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Otdan sana fe'lga o'tdi. Tushundingizmi? Otdan fe'lga o'tdi. Demak, u so'z yasovchi qo'shimcha. Chunki so'z turkumi o'zgardi, atash ma'nosi o'zgardi, ya'ni lug'aviy ma'nosi. Diqqat, so'z yasovchi qo'shimchalar so'zlarning turkumini yangilay oladi. Ammo otdan ot yasalish holatlari ham bor demoqchi. Bu degan doim so'z turkumi o'zgaradi degani emas demoqchi. Otdan ot, sifatdan sifat yasaladi degan holat. Misol uchun arava qaysi so'z turkumi? Aravakash desamchi? Ot. Otdan ot yasaladi. Aravadan aravakash yasaladi. Chunki ot narsaning nomi, aravakash shaxsning nomi. Shaxs oti. Tushundingizmi? Otdan ot yasaladi. Yoki qulay qaysi so'z turkumi? Sifat. Noqulay desam ham sifat. Lekin qulaylik bilan noqulaylik o'rtasida atash ma'nosi bor. Tushuncha bor. Tushundingizmi? Qulay yoqimli, noqulay yoqimsiz degan. Atash ma'nosi bor. Keyingisi kirib. Erta qaysi so'z turkumi? Ravish. Ertalab desamchi? Ravish. Lab qanaqa qo'shimcha? Ravish yasovchi qo'shimcha. Ravishdan ravish yasadi. Tushundingizmi? Bu degan doim so'z turkumi o'zgaradi degan emas. Lekin men boya aytgan nimadi? Bo'ya bo'yoq so'zida. Ha? Bo'ya fe'l edi, bo'yoq desam ot bo'ldi. Fe'lni otga aylantirdi. Tushundingizmi? Unda so'z turkumi ham o'zgarib ketdi. Tushundingizmi? Ham ichki aylanish, ham tashqi aylanish degani so'z yasovchi qo'shimchada. Xo'p. Keyingisi. Keling, men sizga so'zlarni aytsam. Ha, mana bu yerda. Eslatma, ba'zan bir so'zga so'z yasovchi birdan ortiq qo'shilishi ham mumkin. Boyagidek. Yana asabiylashtirmadi so'zida. Ha? Asabiylashtirmadi so'zining asosi nima? Asab. Qaysi so'z turkumi? Ot so'z turkumi. Asabiy desam qaysi so'z turkumi? Sifat. Asabiylash desamchi? Fe'l bo'ldi. Asabiylashdim. Nima qilding? Asabiylashdim deysan. Ha? Xo'p, demak, bizda nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor ekan? So'z yasovchi. Ikkita. Asab otiga asabiy, asabiylash degan. Sifat bilan fe'l yasovchi qo'shimcha. So'z yasovchi qo'shimcha. Ana endi undan tirmadi, bular shakl yasovchi qo'shimchaga kiradi. Buni keyin o'rganamiz. Siz bilan birinchi asosini o'rgandik, hozirgina esingizda bo'lsa. Endi so'z yasovchi qo'shimchani o'rganamiz. Keyin lug'aviyni, keyin sintaksni o'rganamiz. Etapma-etap, step by step boramiz. Ya'ni qadam deydimi ingliz tilida? Shunaqa. Tushundingizmi? Bilimdorlikni so'zdagi tub asos nimadir? Yetakchi morfem. Unda nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor? Nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor? Qarang. Ikkita bor ekan sizlar tomonda. Bizlar tomonda bir asos bo'lgandan keyin bilim so'z yasovchi, bilimdon qanday? Sifat yasovchi, bilimdonlik kim yoki nima? Bilimdonlik insonni kamolotga yetaklaydi. Bilimdonlik nima? Ot nechta? 3 ta bor ekan. Demak, 3 ta so'z yasovchi qo'shimcha bor ekan. Bitta ni shakl yasovchi ekan. Endi u lug'aviymi, sintaktikmi, uni keyin o'rganamiz. Tushundingizmi? Demak, siz asosni tushunib oldingiz. Asos so'zda demak mustaqil ma'noda keladi. Xo'p, atash ma'nosiga ega, o'zi ma'lum bir so'roqqa javob bo'la oladi. Asosga demak asosni o'zgartiradigan, uni so'z turkumini, so'rog'ini, atash ma'nosini o'zgartiradigan qism nima deyiladi? Qo'shimcha nima deyiladi? Qanaqa qo'shimcha? Rahmat senga. So'z yasovchi qo'shimcha deyiladi. Uxlab o'tiribsizlarmi? Ha? Qanaqa qo'shimcha deyiladi deb ko'zlaringizga qaradim men bitta-bitta. Lekin ko'zimga qarab o'tirasizlar. Qanaqa qo'shimcha? So'z yasovchi qo'shimcha deyiladi. So'zning so'rog'ini, atash ma'nosini, lug'aviy ma'nosini, umuman tushunchani o'zgartirsa, u so'z yasovchi qo'shimcha deyiladi. To'g'rimi, Asadbek? Tasdiqlab tur. Shakl yasovchi qo'shimchalar. Ana endi shakl yasovchi qo'shimchalar. Buni keyin doskada yana bir eslaymiz, hozir mavzuni o'tib bo'laman-ku. Keyin o'tib bo'lgandan keyin, demak, bir nafasni rostlab, keyin so'rab ruchkada yozamiz. Tushundingizmi? Takrorlab. Keyin test olamiz. Ko'zingiz bilan ko'rgandan keyin eslab yozsak boshqacha. Xo'p, shakl yasovchi qo'shimchalar, sintaks shakl yasovchilar va lug'aviy shakl yasovchilarga kiradi. Men sizlarga birinchi sintaks shakl yasovchilar tushuntiraman. Chunki ular osonroq. Tushundingizmi? Sintaks shakl yasovchilar osonroq. Miloddan avvalgi davrda tushuntirgandim. Shundaymi? Yangi oldimmi? Tushuntirgandimmi sizlarga? Birinchi. Ha. Tosh davrlari edi, u paytda.
Xo'p, sintaks shakl yasovchilar. Munosabat shakllari deyiladi. Sintaktik degani bu aloqa degani. Munosabat degani bu aloqa degani. Sizlar 21-asr tili bilan aytganda kontakt degani. Tushundingizmi? Demak, so'zni o'zi bog'lanayotgan so'zni mana bu qo'shimchalar boshqa so'zlar bilan nimasini? Kontaktini, ya'ni aloqasini belgilaydi. O'zi qo'shilayotgan so'zni boshqa so'zlarga bog'lash uchun xizmat qiladigan qo'shimchalar qanday qo'shimchalar? Bir ovozda. Sintaks shakl yasovchi qo'shimchalar. Demak, quyidagilar demak sintaks shakl yasovchilar hisoblanadi. Qarang, egalik, kelishik qo'shimchalar. Ular qanday qo'shimcha deyiladi? Ismlarning munosabat shakllari deyiladi. Ismlar deganda biz nima tushunamiz? Otni tushunamiz. Ismlar desam otni tushunavering. Tushundingizmi? Ismlar desam otni tushunasiz. Fe'lning munosabat shakllari desam nimalarni sanaysiz? Zamon, shaxson, mayl. Ismlarning munosabat shakli desam, ya'ni otning munosabat shakllari desam, qaysidir sog'lom ravishda. Ismlarning munosabat shakllari, ya'ni otning munosabat shakllari desam, mana bu. Domlami kim o'quvchimi? Yo'q. Hozir. Sizlar kurator 103. Kesin aka? Darsda bor. Nima imtihon bormi yaqin? Hozir boradi. Xo'p. Kimda boradi? O'zi mazmun eshitgan emas. Demak, sintaks shakl yasovchilar munosabat shakllari deyiladi. Qatishda. Xo'p. Ya'ni fe'lning munosabat shakllari zamon, shaxson, mayl. Ismlarning, ya'ni otning munosabat shakllari nimada? Egalik, kelishik va kesim. Nimada? Kesim. Bog'lamalar, kesimli qo'shimchalar. Egalik, kelishik qo'shimcha. Qarang. Ikkita narsa. Assalomu alaykum. Ikkita narsa. Demak, egalik qo'shimchalari, kelishik qo'shimchalari va bog'lamalar nimada bo'ladi? Otda bo'ladi. Zamon, shaxson, mayl qo'shimchalar nimada bo'ladi? Fe'lda bo'ladi. Bu ikkalasi, ya'ni fe'lning va ismning, ya'ni otning munosabat shakllari nimani hosil qiladi? Sintaks shakl yasovchilar. Qiynmas ekanmi? Hozir doskada bu narsani tushuntiryapman. Hozir keyin qalamga o'tib, qalamda yozganimizda bittalar qo'shimchalarni yozamiz. Egalik qo'shimchalarni, kelishik qo'shimchalarni va bog'lamalarni bitta doskada yozamiz. Shundagina siz testda topib olasiz. Qani nimalar kiradi tarkibiga? Tushundingizmi? Sintaks shakl yasovchilarga nimalar kirar ekan? Otning va fe'lning munosabat shakllari. Otning munosabat shakllarini ayt. Egalik, kelishik, egalik, kelishik, bog'lama. Osonroq aytsang bog'lama. Fe'lning munosabat shakllariga nimalar kiradi? Zamon, shaxson, mayl kiradi. Otning munosabat shakllariga nima kirar ekan? Egalik, kelishik, bog'lama. Fe'lning munosabat shakllariga nimalar kiradi? Zamon, shaxson, mayl. Ana endi savolni o'zgartiraman. Turlovchi qo'shimchalarni ayting desam. Egalik, kelishik, bog'lama. Tushuningmi? Turlovchilar. Chunki ular otda bo'ladi. Tuslovchi qo'shimchalar ayt desam. Zamon, shaxson, mayl deysizlar. Rahmat sizlarga. Tushundingizmi? Sintaks shakl yasovchilar bilib oldingiz-a? Endi siz qo'rqmaysiz. Ha? Hay majburiy emas dars. Men bir marta o'taman. Bor-ku. Yana kim ketaman desa, men bittalab chaqirmadim, faqat e'lon berdim. Xohlagan odam kelsin. Xohlamagan yo'q. Men ertaga ota-onalar majlisi yoki yig'ilish bo'lganda ham ayta olaman. Men dars qo'ygandim, endi kelmasa ko'tarib olib kelmayman-ku deb. Tushunarli? Xo'p, keyingisi. Endi sizdan muammo yo'q. Kimda kim sandan yoki bizdan so'rasa, lug'aviy sintaks shakl yasovchilar nima desa, siz sanaysiz. Sintaks shakl yasovchilar ikki xil bo'ladi. Ya'ni ikki turga bo'linadi. Otning lug'aviy shakllari, sintaks shakllari va fe'lning. Tushundingizmi? Otning, demak, otning turlovchi qo'shimchalari. Egalik, kelishik, bog'lama. Xo'p, fe'lning zamon, shaxson, mayl. Tushundingizmi? Xo'p, ana lug'aviy shakl yasovchilar. Qarang. So'z yasovchi qo'shimchalar so'zga yangi ma'no bag'ishlaydi. Sintaks shakl yasovchilar esa so'zni so'z bilan bog'lash vazifasini bajaradi. Tushundingizmi? So'z yasovchi qo'shimchalar so'zga yangi ma'no bag'ishlasa, sintaks shakl yasovchilar so'zni so'z bilan bog'lash vazifasini bajaradi. Ikkalasining o'rtasida lug'aviy shakl yasovchilar bor. Tushundingizmi? Lug'aviy shakl yasovchilar so'zga
yangi ma'no ham bermaydi. So'zni biron bir so'z bilan bog'lamaydi. Ular so'zga qo'shimcha ma'no beradi. Misol uchun kitob desak. Demak, birlikda ot so'z turgan. Kitoblar desak, ular qo'shimchasi boshqa so'z bilan bog'lamaydi uni. Yoki yangi ma'no ham bermaydi. Kitob desak ham nima deymiz? Kitoblar desak ham nima deymiz? U so'zga ko'plik ma'nosini beradi. U so'zga ko'plik ma'nosini beradi. Tushundingizmi? Lug'aviy shakl yasovchilar asosga qo'shilib, uning ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklovchilar, qo'shimchalar, demak, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar deyiladi. Ular so'zning ma'nosini biroz o'zgartiradi, ammo yangi so'z yasamaydi. Biroz o'zgartiradi. Biroz o'zgardimi kitob bilan kitoblar deganda? Ha, lekin ma'nosi o'zgarmadi. Qo'shimcha ma'no, ko'plik ma'nosini qo'shdi. Men sizga jaydar qilib aytsam, ana to'y paytlarida, bayramlarda ayollar o'zlarini go'zallik salonlariga olib boradi, to'g'rimi? O'zi boradi, lekin yangi odam bo'lib chiqadimi, boshqa odam bo'lib chiqadimi? Yo'q. Boshqa odam bo'lib chiqqanda so'z yasovchi bo'ladi. O'sha odam biroz o'zgarib chiqadi. Nima bo'ladi? Lug'aviy shakl yasovchi bo'ladi. Tushundingizmi? Lug'aviy shakl yasovchi, endi sizga soddaroq qilib tushuntiryapman. Chunki qoida yozilib o'tiradigan vaqt emas hozir. Noli esini ham o'tishim kerak. Vaqt qolsa sintaksdan ham boshlab qo'yaveraman. Tushunarli-a? Xo'p, demak, lug'aviy shakl yasovchilar quyidagilar. Xo'p, otni o'tdik. Hozir takrorlaymiz. Sifatni o'tdik. Sonni o'tdik. To'g'rimi? Fe'lni o'tdik. Aynan nima uchun demak olmoshni o'tmadik? Chunki ularda lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar yo'q edi. Shu ehtimol ham kam bor. Tushundingizmi? Olmoshni o'tmadik. Sonlarda ham kam edi. Faqat mana bu o'rinda takrorlash uchun sonni sizga eslatdim. Endi qarang. Otlarning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalari nima edi desam, yigitlar sanadi. Endi qizlar sanaymiz. Erkalash, kichraytirish, o'xshatish, chegara, qarashlik va ko'plik qo'shimchalari otning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalari edi. Biz aytdik, erkalash qo'shimchalari xon, jon, Ahmadboy, Abdulazizjon, G'anisher bek, misol uchun. Yoki qizlarda Asaloy, Go'zaloy, va hokazo xon qo'shimchalari. Demak, otlarning lug'aviy shakl yasovchilariga, lug'aviy shakl yasovchilarga otning lug'aviy shakllari kirar ekan. Yana lug'aviy shakl yasovchilarga sifatning darajalari ham kiradi. Nechta sifat darajasi bor deysizlar, yigitlar? 4 ta deysizlar. Qaysilar? Ozaytirma qiyosiy, oddiy va orttirma. 4 ta daraja bordi. Uni ham qo'shimchalar aytdik. Qiyosiynikiroq dedik. Ozaytirmaki mitr, imtir, shegish dedik-a, ko'kish, oqimtir, sarg'imtir ekan deymiz, Soddada yo'q. Qizil, ko'k, sariq deb ketaveramiz. Orttirma darajani so'z bilan yoki asosini takrorlanish orqali, asos takrorlanishi ko'k so'zini ko'm-ko'k deyishimiz, qizil so'zini qip-qizil deyishimiz. Tushunyapsizmi? Demak, unda qo'shimchasi yo'q. Xo'p, demak sifat darajalari kirar ekan. Sonning ichki ma'no turlari. Tartib sonlar va miqdor sonlar. Tartib sonlar qo'shimchasi. Inchi, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'quvchi dedik. Xo'p, miqdor sonlar ichida o'z ichida qanday turlarga bo'linadi? Ikkita bo'ldi hozircha. Dona son ta, bitta ikkita, kasr son tadan, taqsim son bittadan ikkita tadan edi. Chama son 5 tacha, tacha lablarcha qo'shimchalari yana. Yo'q. Jamlovchi ov, ala ovlon, 5 chala o'quvchi desak, 5 chala o'quvchi desak, ala qo'shimchasi. Demak, sonning ichki ma'no turini hosil qiluvchi qo'shimchalar ham 3-chi bo'ldi. Demak, lug'aviy shakl yasovchilar ekan. Ana endi fe'l, mana buchalasi fe'l. Demak, ketdi. Fe'lda nechta nisbat bor edi? 5 ta nisbat bor edi. Aniq, birgalik, orttirma, o'zlik, mashg'ul nisbat edi, Ana endi qarang. Fe'lning vazifa shakllariga nimalar kiradi? 4 ta. Harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh va sof fe'l, to'g'rimi? Xo'p. Fe'lning bo'lishsizlik shakli ham bor edi. Nimadir? Ma. O'qi, o'qima. Bor, borma. Tasdiq inkori. Tasdig'i bor, shu ishni bajar. Inkori bo'lsa, borma, o'qima bo'ladi, Demak, 4 ta bo'l. Fe'lning mador va sintaktik shakllarini keyinroq o'rganaveramiz. Tushunarli? Demak, bizga kerak bo'lgan shakllari fe'l nisbatlari, bo'lishsizlik va fe'lning vazifa shakllari.
yo'qda qochib ketib qolamiz. Tushundingizmi? Modal shakli u modal so'z turkumida ham o'taveramiz. Demak, lug'at shakl yasovchilarga nimalar kerak ekan? Odning lug'aviy shakllari, sifatning lug'aviy shakllari, sifat darajalari, sonning ichki ma'no turlari, fe'l nisbatlari, fe'lning bo'lish vazifa shakli va fe'lning bo'lishsiz shakli. 6 ta ekan agar shu yerda jadval bo'yicha farqlasak. Tushundingizmi? Lekin o'zi od, son, sifat va fe'lda bu vazifa shakli. Qolganda yo'q. Chunki son bilan olmosh nima dedik? Yasalmaydi dedik. Qiymas ekanmi? Sintaks shakl yasovchilar aytinglar. Odning lug'aviy shakllari, ya'ni odning munosabat shakllari. Egalik, kelishik, bog'lama. Fe'l esa zamon shaxs olmaydi. Bular nima ekan? Qanaqa qo'shimcha? Sintaks shakl yasovchi. Endi qizlar sanang lug'aviy shakl yasovchilar. Odning lug'aviy shakllari, sifatning darajalari, to'g'ri aytding. Sonning ichki ma'no turlari, fe'l nisbatlari, to'g'ri aytding. Fe'lning bo'lishsiz shakli, to'g'ri. Fe'lning vazifa shakllari, to'g'ri. Ana endi sizlar aytinglar, lug'aviy shakl yasovchilar. Odning lug'aviy shakllari yigitlar, orqadagilar. Qara ketding. Lug'aviy shakl yasovchilarga. Odning lug'aviy shakllari, sifat darajalari, sonli ichki ma'no turlari mana desasiz. Fe'l nisbatlari, fe'lning vazifa shakllari va fe'lning bo'lishsiz shakli. 6 ta bo'ldi. Sintaks shakl yasovchilarga nimalar kiradi? Egalik, qo'shib, kelishik, bog'lama. Yana zamon shaxs olmaydi. 6 ta. 6 ga 6 ekan. Qiymas ekanmi? Qiymasmi? Ana endi hozir qo'ying shu yerda. Nozmak turgan qo'lida tinchlik bo'lsin. To'g'ri turibdimi ekran? Yaxshi. Qo'shimchalar tuzilishiga ko'ra turlari. Qo'shimchalar. Bu nechanchi tasnif bo'ldi? 3-chi tasnif bo'ldi. Birinchi tasnif nima edi? O'rniga, qo'shimchalarning o'rniga ko'ra old qo'shimcha, orqa qo'shimcha bor edi. Ikkinchi tasnif nima edi? Qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turlar edi. Vazifasiga ko'ra necha xil tasnif qilindi? 2 xil. So'z yasovchi va shakl yasovchi. Shakl yasovchilar o'z ichidan necha turga bo'lingan? 2ga. Qaysilar? Lug'aviy, sintaks shakl yasovchi. Qiymas ekan, ha? Endi 3-chi tasnif o'tdik. 3-chi tasnif qo'shimchalarning tuzilishiga ko'ra turlar. Qo'shimchalarning tuzilishiga ko'ra turlar. Endi qarang, qiyin emas. Buni ham o'sha ko'chada yurgan inson biladi. Sodda qo'shimchalar, murakkab qo'shimchalar. O'sha tushundingizmi menimcha? Sodda qo'shimchalar, bunday qo'shimchalar bir tarkibli bittagina qo'shimchalardan iborat bo'ladi. Chi, la degan qo'shimcha, dosh qo'shimchasi. Misol uchun terimchilik so'zda chi bilan lik qo'shimchasi. Tushundingizmi? Sodda qo'shimcha. Xo'p, savdoyida yi kabi so'zlar tarkibida sodda qo'shimchalar uchraydi. Mana bularning barchasi nimani? Guldirakmi? Ak, sodda qo'shimcha. Lekin shunday qo'shimchalar bor, xuddi so'zdek keladigan qo'shimchalar bor. Ular murakkab qo'shimchalar deydi. Tilning rivojlanishi, o'zgarishi natijasida 2 va undan ortiq sodda qo'shimchalar so'z tarkibida yaxlitlanib, bo'linmas holga kelishi va shu holda qo'llanishi qo'shimchalarni, ya'ni murakkab qo'shimchalarni yuzaga keltiradi. Davr o'tib, vaqt o'tib u qo'shimchalar yaxlitlanib, birikib qolgan degan. Tushundingizmi? Bu seziladi hozir qo'shimchalar. Misol uchun lan va lash qo'shimchalar murakkab so'z yasovchi bo'lganda ne va shedan oldingi la so'zdan oldingi so'z bilan mustaqil qo'llana olmaydi. Agar mustaqil qo'llana olsa, la sodda so'z yasovchi, ne va she lug'aviy shakl yasovchi hisoblanadi. Tushundingizmi? Shunday holatlar bor. Bir la deb bo'lmaydi. To'g'rimi? Bir lash deb bo'ladi. To'g'rimi? To'g'rimi? Lash bu yerda yaxlit holda. Lekin endi qarang. So'zda so'zlash desak, lash ajraladi. Shega ajrashadi. To'g'rimi? La bilan she ajraladi. So'zlar so'zlash desam. Lekin birla birlash deb bo'ladimi? Yo'q. Birlash deb bo'ladi. Tushundingizmi? Lash u yerda yaxlit holda kelgan. Lekin aslida bu ikkita qo'shimcha bo'ladi. Zaharlan so'zda zaharla bo'ladi, to'g'rimi? Zaharlanam deb bo'ladi.
Xo'p, hisoblash deb bo'ladi. To'g'rimi? Ikkiga ajratib bo'ladi. Fikrlash deb ajratib bo'ladi. Lekin nimada? Ekranlashtir so'zda ekranlar deb bo'ladimi? Ekranlar deb bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Sahnalashtirda sahnalar deb bo'ladimi? Ha? Sahnalashtir deymiz, to'g'rimi? Yoki so'zlar tarkibidan murakkab so'z yasovchi. Demak, chilik ikkiga ajralsa sodda so'z yasovchi, ajralmasa murakkab. Misol uchun, dehqonchi deb bo'ladimi? Dehqonchilik deb bo'ladi. Qarang, dehqon degan narsa bor, dehqonchilik degan narsa bor. Dehqon shaxs oti, dehqonchilik fa'oliy jinoyati. Lekin dehqonchi deb bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi choyxonachilik. Choyxona bor, choyxonachi bor. Lekin choyxona bu yerda ajraladi, choyxonachi bo'lib ishlaydi, ha? Yoki nima ish qiladi? Choyxonachilik qiladi desa. Demak, ayirmachilikda ayirmachi deb bo'ladimi? Ayirmachilik qildi deymiz. To'g'rimi? Ayirmachi ish qildi deymizmi? Yo'q. Bu so'z aytmaymiz, ayirmachilik qildi deymiz. Bog'ga o'tkazdi. Yoki bog'bonchi deymizmi? Bog'bonchilik deymiz, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda ular chilik yaxlit holda kelgan bo'ladi. Agar ajratsak xato bo'ladi. Yoki garchilik, ana bunda so'zlaysizlar. Gar qismi demak mustaqil qo'llansa sodda so'z yasovchi, mustaqil qo'llana olmasa murakkab so'z yasovchi. Demak, yog'ingarchilikda yog'ingar deb bo'ladimi? Ha? Yog'ingarchilik. Yog'ingarchilik bitta qo'shimcha. Savdogarchi deb bo'ladimi? Savdogarchilik bo'ladi. Tushundingizmi? Savdogarchilik. Garchilik bu yerda. Zargarchilikda zargarchilik, garchilik yaxlit holda. Odamgarchilik, odamgar yoki odamgarchi deb bo'ladimi? Yo'q. Garchilik bu yerda qanday holatda? Yaxlit holda. Tushundingizmi? Birikib kelgan holda. Imlik qo'shimchasi ham. Imlik qayerda yozilgan edi? O'simlik qo'shimchasi, ha? O'sim degan narsa bormi? Ha? Ajratib bo'ladimi? Yo'q. O'simlik, imlik qo'shimchasi yaxlit. Lekin imlik qo'shimchasini hali eshitmagan odamlar ham bo'lsa kerak. Yangilik bo'ldi, menimcha kimlargadir ichidan. O'simlik, ichimlik, ichimlik. Agar sen uni ajratsang, ichim deb ajratishing mumkin, lekin ana bu odam ichi bilan ichimlikning o'rtasida bog'liqlik bormi? Yo'q. Tushundingizmi? Ham ichim bo'lgandagi egalik bo'ladi. Tushundingizmi? So'z yashovchi bo'lmaydi. Qiynmas ekanmi? Asosdosh so'zlar, buni bilasiz. Gul, gulzorga, gul asos, gulchi, gulsiz, gullar, sergul, hammasida gul nimadir? Asos. Old qo'shimcha, qolganlari orqa qo'shimcha. Xo'sh. Ana endi oxirgi mana shuni tushuntiray sizga. So'z yasash degan narsa. So'z yasalishi o'zbek tilida ikki xil bo'ladi. So'z yasalishi ikki xil bo'ladi. Affiksatsiya to'g'ri ayting. Keyin kompozitsiya. Affiksatsiya asosga qo'shimcha qo'shish orqali. Kompozitsiya so'zga yana bir so'zni qo'shish orqali. So'zga so'z qo'shish orqali. Ana endi doskaga qaraymiz. Affiksatsiya usuli. Morfologik usul ham deyiladi. Asos qismga so'z yasovchi qo'shimcha qo'shish orqali yangi so'z hosil qilish usuli. Suv, suvchi, gul, gulchi, o'yin, o'yna, o'yin qaysi so'z turkumi? Ot, o'yna, fe'l, otdan fe'l yasaladi. Tinch, demak nimadan yasalgan? Tindan. Tin, qaysi fe'l? Tinch desak, sifat. Tinch yut. Xo'p, quvonch, quvon, fe'ldan quvonch, ot yasaladi. Sifat emas, quvonch, ot. Tushundingizmi? Kompozitsiya usul, hozir o'zbek adabiyot tilida affiksiya usul so'z yasashning eng mahsuldor usullari, ya'ni ko'p degan. Tushundingizmi? Ya'ni affiksiya usulda yasalgan so'zlar ko'p demoqchi o'zbek tilida. Tushundingizmi? Kompozitsiya kamroq. Kompozitsiya usuli sintaktik usul. Asos qismga boshqa bir asos qo'shilishi orqali yangi so'z hosil qilinadi. Misol uchun, ko'zga oyna qo'yilib, ko'z oyna degan mahsulot nomi ishlab chiqildi. Tushundingizmi? Xo'p, bunda qo'shma so'zlar hosil bo'ladi. Ular asosan qo'shilib, ba'zan ajratib yoziladi. Masalan, bilak uzuk, bilak va uzuk so'zlari shu yerga atab qo'yilgan, ya'ni moslashtirilgan uchun nima bo'ladi? Bilak uzuk qo'shib yoziladi. Xo'p, hozir javob qanday kishi ekan? Hozir javob kishi ekan, ha? Hozir javob qaysi so'z turkumi hozir javob?
Hozir javob odam. Qanday odam? Keyingisi 8 oyoq qo'shib yoziladi. Qo'shma so'zlar qo'shib yoziladi. Ba'zi ajratib kelinadigan bor, ular qo'shma fe'llar gohida. Hozir ko'ramiz. Olib sotar, qorbobo, bular nima bo'ladi? Qo'shib yoziladi. Masalan, qo'shma korxona, ishlab chiqarmoq, qarang. Qo'shma korxona, ishlab chiqarmoq, tamom bo'lmoq, e'lon qilmoq, obod aylamoq, olib kelmoq, sarson etmoq, to'g'rimi? G'ayrat qilmoq, kirib chiqmoq, qo'shma fe'l. Bular qanday yoziladi? Ajratib yoziladi. Tushundingizmi? Hech qaysi ko'makchi fe'l emas bu yerda. Qarang, ikkala qismi ham ma'no bildiradi. Tushundingizmi? Ular qo'shma fe'llar ajratib yoziladi, qo'shma so'zlar esa qo'shib yoziladi. Tushundingizmi? Qiyin emas ekanmi? Testlarda yasama so'zlar soni so'ralsa, agar sendan test so'ralsa, hozir test beraman 36talik, 35talik. Demak, sendan yasama so'zlar soni so'ralsa, quyidagilarni olasiz degan. Yuqoridagi affixatsiya va kompozitsiya usulida yasalgan so'zlarni. Misol uchun, tinch, affixatsiya tinch. To'g'rimi? K qo'shildi. Ishlar, la qo'shildi. Bodom va qovoq so'zlari kompozitsiya. 40 va oyoq so'zlari. Demak, affixatsiyani ham, kompozitsiyani ham nima qilamiz? Olamiz yasama so'zga. Tushundingizmi? Chunki bodom boshqa narsa, qovoq boshqa narsa. Bodom qovoq esa umuman boshqa narsa. Tushundingizmi? Uchinchi narsani nomi. Qo'shma fe'llarni, demak 2. Qo'shma fe'llar ham kompozitsiya usulida yasaladi. To'g'rimi? Bayon qilmoq ikkala qismida ham ma'no bor, anglatmoq degani, to'g'rimi? Xo'p, hadya qilmoq, bular ham qo'shma fe'l hisoblanadi, ya'ni yasama so'z hisoblanadi. Yasama so'z desa, siz albatta kesimga qarang. Chunki qo'shma fe'llar yasama fe'lda kelganda, kesim bo'lib kelganda uni ham olasiz. Eslatma, lekin ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi, ya'ni cho'loq bo'ladi bir qismi dedim-ku, ma'no bildirmasa, yasama fe'l hisoblanmaydi. Fe'l shaklidagi qo'shma fe'llarning ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasidan farqi shundaki, qo'shma fe'lda ikkala fe'l ham mustaqil ma'no bildiradi. Mana aytgandek, boya aytgandek. Ya'ni plis bo'ladi ikkala tomon. Borib keldi, ham bordi, ham keldi. Ko'makchi fe'llar esa ko'makchi fe'l, ya'ni ikkinchi fe'l mustaqil ma'no bildirmaydi va uni tashlab yuborsa ham bo'ladi. O'qib chiqdi, o'qidi desak ham bo'ladi. Dugonam kitobni o'qib chiqdi. Do'stim kitobni o'qidi. Bo'ladimi? Ikkinchi qismi kerak emas bizga. Tushundingizmi? Ko'makchi fe'l bilan qo'shma fe'lni yasama so'zlarni ham tushundingiz-a? Demak, o'zbek tilida so'zlar necha xil usulda yasalgan ekan? 2 xil usulda. Birinchisi affixatsiya, ya'ni so'zga asosga qo'shimcha qo'shish orqali. Kompozitsiya usuli asosga asos, ya'ni mustaqil so'z qo'shish orqali. Qiyinmas ekan? Yaxshi. Bo'ldi. Tamom. Pauza. Qaysi o'rinni bosardik buni? Nomni ko'rdingiz gapni. Bossizmi? Ko'rasiz. Tamam. Endi nima dedik? Qaysi bo'lim dedik? Morfemika. Ingichka emasmi yozuv? Uzoqdagilar uchun? Ko'rinyaptimi? Hay. Morfemika demak, nimani o'rgan ekan? So'z. So'zimizda nechta qism bor? Ikkita qism bor. Nimadir? Yetakchi, ko'makchi. Asos va qo'shimcha. Asos va qo'shimcha. Asos nima deyilgan? O'zak deyiladi. Yana nima deyiladi? Yetakchi. Morfema. Qashda yozdik buni. Qo'shimcha nima deyiladi? Affix. yoki ko'makchi morfema. Ko'makchi morfema deyiladi. To'g'rimi? Asos va qo'shimcha. Demak, yetakchi morfema deb bilimdonlik so'zini olamiz. Qisqa.
bilan to'g'rimi? Asos nima? Bir, im, don, lik. Nechta ko'makchi morfema bor? Nechta yetakchi? 1 plus 3 barobar 4 ta morfema. Xo'p, nima dedik keyingisi? Terimchilik dedik. Terimchilik dedik. Nechta yetakchi? Bitta yetakchi, 3 ta ko'makchi, 3 ta ko'makchi, umumiy 4 ta. Ko'tar boraveramiz. Okeymi? Keyingisi katta qo'rg'onlik desak. Asalarichilik nima olib keldi? Katta qo'rg'onlik ingichkalik uchinchi mana qilaveradi. Katta qo'rg'onliklarning deylik. Nechta ko'makchi morfema bor? Nechta yetakchi morfema bor? 3 ta yetakchi. Endi to'g'ri bo'ldi. Sen javob berding, javobingga savolim mosladi. Xo'p, 2 ta ko'makchi nechta? 2 ta yetakchi nechta ko'makchi? 3 ta ko'makchi nechta morfema? 5 ta. 5 ta morfema bor ekan. Eslab oldingizmi asosi? Qo'shimcha. Qo'shimcha necha xil ekan? Qo'shimcha vazifasiga ko'ra necha xil bo'lar ekan? 2 xil. So'z yasovchi. So'z yasovchi va shakl yasovchi. Zo'rlagilar ham ko'rinyaptimi? Ha? Qurorbek, xush kelibsan. So'z yasovchi va shakl yasovchi. Xo'p, so'z yasovchi qo'shimchalar necha xil ekan? Nechta so'z turkumda bor? Ot, sifat, ravish va fe'l. Fe'l yasovchilar, ha? Otga aravakash dedik. Olaylik. Arava plus kash. Aravakash. Sifatga. Sifat yasang. Dunyoviy. Ha? Endi kelganda dunyo plus vi qo'shimchasi. Dunyoviy odam ekan. Ravishga. Erta dedik boyagi. Erta plus lab. Ertalab nima yasadi? Ravish yasadi. Ayting endi. Ish osona. Plus la nima yasadi? Ishla. Turdo'gama yozgan. So'z yasovchi qo'shimchalar. So'z yasovchi qo'shimchaning qoidasini kim aytadi, yigitlar? So'z yasovchi qo'shimcha. So'zga asosga qo'shilib yangi ma'no hosil qiladi. Umuman yangi so'z turkumini hosil qiladi yoki yangi so'z turkumini hosil qilmasligi ham mumkin. Misol uchun aravash deganda, to'g'rimi? Gohida yangi so'z, gohida o'sha so'z turkumi doirasida umuman atash ma'nosini o'zgartirgan, lug'aviy ma'nosini o'zgartirgan yangi so'z hosil qilish mumkin. To'g'rimi? Arava narsaning nomi, aravash kishining nomi. Ana endi shakl yasovchi qo'shimchalar ham o'z ichida 2 xil bo'ladi. Qaysilar? Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha qisqa yozsak. Keyingisi sintaktik. Shundaymi? Sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha ga bo'linadi. Lug'aviy shakl yasovchi qoidasini kim aytadi? Asosga qo'shilib qo'shimcha. Asosga qo'shilib unga qo'shimcha ma'no yuklovchi. So'zga nima dedik misolda? Oro beruvchi, zeb beruvchi. Qo'shimchalar lug'aviy shakl yasovchilar deyiladi. Sintaks shakl yasovchilar. So'zga qo'shilib, o'zi qo'shilayotgan so'zni boshqa so'zlar bilan
bog'lash vazifasini bajaruvchi so'z qo'shimchalar sintaks shakl yasovchilar deyiladi. Endi davom etamiz. Xo'p, bundayroq. Qanday kishi aytdik bu yerda? ikki xil. Ne? Ha, lug'aviy shakl yasovchi. Ularga nimalar kiradi? Lug'aviy shakl yasovchilarga. Endi ayting. Ha, ketdik. Lug'aviy shakl. Otning lug'aviy shakllari. Ot, lug'aviy shakllari. Lug'aviy shakllari. Ketdik. Mana to'rtburchakka olib qo'ydim. Ketdik. Erkalash. Erkalash. Buni endi yoddan yozamiz dedim bittalar. Tushundingizmi? Yozib boring, bo'lmasa shuni qoldiramiz shundoq. Erkalash. Kichraytirish. Rish. Keling shu yerdan qo'shimchalarni yozib ketaylik. Erkalash. Ha, ketdi qavsida. Cha. Choq. Chak. Loq. Mutaloq. Qizaloq. Loq. Aloq. Aloq. Qizaloqda aloq bo'ldi-da. Ha, ingisi kichraytirish. Ha, yigitcha desang. Ha? Cha. Erkalash bilan kichraytirish xato yozib qo'ydik-ku. Erkalash emas-ku, charchoq. Chay. Nima bo'ladi? Kichraytirish bo'ladi. Erkalash endi ayting. Erkalash. Erkalash. Ketdi. Xon. Bek. Yana chimanma desam yo'q. Xon. Bek. Jon. Oy. Gina. Yana boy. Boy va hokazo. Va hokazo ketadi. Xo'p, qarashlik. Lik. Ha, yozuvga e'tibor beramiz, tezroq yozib. Mavzuni tushunib olsak bo'ldi. Xo'p. Qarashlik. Niki qo'shimchasi. Meniki. Niki. Bizniki. Xoslik. O'rinjoyga xoslik. Dagi. Litseydagi xoslik. Xoslik. Dagi. Dagi. Keyingisi. Ko'plik taomlar bor. Chegara. Chegara. Uni paytgan joyga ham bo'lishi mumkin. Gacha. Kechgacha, liseygacha. Xo'p, keyin ko'plik endi. Ko'plik. Buni yoddan biladiganlar ham bor ichingizda. Ko'pchilik sanab bergan. Baribir nima bo'ladi? La. Takror bo'ladi. Xo'p, mana bu otning lug'aviy shakllari. Sifatning lug'aviy shakllari. Sifat darajalari bo'ladi, to'g'ri. Darajalar. Ingichkalik qilmayaptimi yozuv? Qalashasan. Monitordan normal ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti? Sifat darajalari nechta? Oddiy. Ozgina yo'g'alashtiraylik. Bir to'ygan, to'g'risini o'zing. 2 bilan To'rtchi. oddiy, qiyosiy, orttirma va ozaytirma. Ozaytirma. Xo'p, oddiy darajada qo'shimchasi yo'q, ozaytirma darajada. Qiyosiy darajada. Biroq xo'p, orttirma darajada. So'z bilan yoki fonetik hodisa bilan. Tik qisqaroq yozaman.
Ozaytirmada. Ish, to'g'ri. Metr. Imtir. Imtir. Esladikmi? Bo'ldimi? Davom etib ketaveraymi? Xo'p, keyingisi. Ozaytirmadan keyin, sifatdan keyin sonning ma'no turlari. Son ichki ma'no turi. Ma'no turi. Xo'p, ketdi. Dona. Dona. Ayting. Ta, bitta. Dona, chama. Taqsim, kasr, jamlovchi, Taqsim. kasr, Jamlovchi. jama, Jamlovchi. sanoat, Jamlovchi. Nima deydi? Dona, chama, taqsim, jamlovchi. Kasr. sanoat, Sanoq sonda yo'q, kasr sonda. Dan desak bo'ladi, ha? Birdan, ikkidan bir desak. Jamlovchisi. Ov, ala, ov, lon. Keyingisi taqsim. Tadan to'g'ri ayting, ta, dan. Chama. Tacha, tacha, lab, lab, bab bo'lib qoldi, ha? Nomard. Tacha, lab, larcha, larcha. Bu sonning ma'no turlari. Sonning ma'no turlari. Xo'p, ot bo'ldi, sifat bo'ldi. Son bo'ldi, fe'l qoldi. Endi bu biroz kattaroq. Fe'l. Fe'l nisbatlari. Nisbati. Ketdik. Aniq. Aniq. Bormi? Yo'q. Qo'shimchasi. Birgalik. Birgalik. Birgalik nisbatda. She, ish. Qizlar ham faol bo'ling. Orttirma nisbat. Orttirma nisbat. T, dir, tir, it, ir, ar, iz, aytibki, gez, uning gizda endi bo'ldi, ketdi bu. Gaz, gaz, sat, kaz. 9 ta bo'lgan bo'lish kerak. Ko'paygan. Xo'p, mana bu shakllarning o'zingda biz. O'zlik, o'zlik, mashg'ul, le, il, ne, in. Bu nisbat shakllari. Ulgurgan yozib olaveradi. Fe'lning vazifa shakllari. Fe'l vazifasi va shakli. Shakli. Fe'lning vazifa shakli. Sof fe'l. Harakatnoma. Sifatdosh. Sifatdosh. Va ravishdosh. Ravishdosh. Arkadakilar Urolbek, yana sen gaplashib o'tiribsan. Oshaqting. O't oldiga. Oldiga o't. O't oldiga. Undan ham oldiga. Ana shunga ayting.
Bu yonbosh olib olgan orqaga. U qulog'ini tagiga kelib olgan. Kinoda o'tiribsan-a, kinoda. Xo'p, software qo'shimchasi. Yo'q, harakat davom eting. Sh, ish, va, u, moq, maslik, mak, maslik. Keyingisi sifatdosh. Gan, re, ar, shundaymi? Adigan, yotgan, maslik. Mas. Ravishdosh. B, ib, ye, ay, gach, gina, guncha, cha, yancha. Mana shu yerda xato qildik. Qaysi bo'ldi? Gancha, gani bor. Gina bor. Mana shu xato edi. Gach, keyin gancha, Gani. gani. To'g'ri, gani. Gani. Bu nima edi? Fe'lning vazifa shakli edi. Yozib oling. Ulgurgan. Suhrob yozibsanmi? Aldami? Al degan kal bo'lsin. Soch kerakgina. Al desang suhrob. Nechta bo'ronamiz? Sizishdagi sardor yo'q. Ha. Yotoqxonada turib menga yozyapti. Nimadan? Instagramdan komment yozyapti. Mana o'qiysiz. Bugun narsa dars qoldirgan ekan. Qayerga ketdi dedim ertalasirga. Uyga dedi. Abitdan keyin qarasam, jaramiz to'yda yuribdi. Mavzu qildingizmi? Fe'lning vazifa shakli edi va oxirgisi fe'lning ko'rishsizlik. Fe'l bo'lishsizlik. Nima bo'ldi? Ma. Okey? O'qima. Gaplashma. Telefonda ama oyog'imni ko'rmoqchiman. Bo'ysizlik. Bo'ldimi? Ana bular nima edi? Nima edi? Fe'l birlashma. Fe'lning umuman fe'lning rivoyat shakllari otda, sifatda, ravishda va otda, sifatda, sonda va fe'lda. Xatoni aytmadingizlar. Sonda. Otda, sifatda, sonda, fe'lda. Sonda. Oldikku sonning ma'no turlari. Ana endi nimani o'rganamiz? Sintak shakl yasovchilarni. Sintak shakl yasovchi. Qo'shimcha. Bunga nimalar kiradi? Oson qilib tushuntiraman sizlarga. Biroq bilan ikkita quyonni uramiz. Ot, qarang. Fe'l. Ana endi qarang. Turlovchi. Keyingisi Suslovchi. Ana endi otning turlovchi qo'shimchalarini ayting.
egalik, kelishik, bog'lama. Tutovchilar. Zamon, shaxson, mayl. Zamon qo'shimchalarini bilasiz. Buni hozir aytaman. Chunki ko'pchilik biladi-da. Egalikdan boshlayman. Egalik, kelishik, bog'lama. Bular turlovchi qo'shimcha. Kesimlik qo'shimchasi. Asosan o'zbek tilida kesim bo'lib fe'l keladi, bilasizlar, asosan. Lekin ot ham kesim bo'lishi mumkin. Vatanni sevmoq iymondandir. Ha? Vatanni sevmoq iymondandir. Iymon qaysi so'z turkumi? Ot. Lekin iymondandir kesim bo'ldi. Iymon, ya'ni ot so'z turkumini kesim qilib kelgan narsa nimadi bu yerda? Bog'lama. Qaysi bog'lama? Dar. Ko'proq orqamizga qarab gaplashamiz. Xo'p, egalik qo'shimchasi. Bir ot misolda kitobim, kitobing, kitobi. Im, ing, i qo'shimchalar bu yerda qanday qo'shimcha? Egalik qo'shimchasi. Endi ko'plikda aytamiz. Kitobimiz, kitobingiz, kitoblarimiz, ingizlari yoki i. Tushundingizmi? Kelishik. Nechta kelishik bor? 6 ta kelishik bor. Xo'p, bosh kelishik, qaratish kelishigi, tushum kelishigi, yo'nalish, o'rinpayt, chiqish kelishigi. To'g'rimi? 6 ta kelishik. Chiqish kelishigi qo'shimchasi. Dan. O'rinpayt kelishigi qo'shimchasi. Da. Maktabda, qayerda? Litseyda. Jo'nash kelishigi. Tushum kelishigi. Ning. Qaratish kelishigi. Ning. Tushum kelishigi. Ning. Qaratish kelishigi. Ning. Jo'nash kelishigi. Ga. O'rinpayt. Chiqish. Dan. To'g'ri eshitdingiz? Dan bo'ladi. Birinchi o'zi aytdi. Xo'p, bu yer buni egalik bilan kelish. Endi bog'lama. Iymon, qarang. Akam talabadir. Bog'lamadir. Yoki bundoq deylik. Men talabaman. Endi men olib tashlaymizda talabaman. Talabasan. Talabadir. Bog'lamalar qani? Man, sandir. Mana desiz. Bog'lamani ham bildingiz, qiyin emas. Shuning uchun yozdirmayman. Zamon. Nechta zamon bor? 3 ta. Qaysilar? O'tgan, hozirgi, kelasi zamon. To'g'rimi? O'tgan zamon qo'shimchalari. O'qibdi, o'qigan, di bilan gan. Ha? Hozirgi zamon qo'shimchasi. Yapti, moqda, yotir. O'qimoqda, o'qiyapti, o'qiyotir. Ha? Kelasi zamon qo'shimchasi. O'qimoqchimi endi? Hamma aytmoqchi, o'qimoqchi. O'qijak, jak. Borajak. Borur, o'qur. Ha? Yozur desa, ur, ajak qo'shimchalar. Borgusi, gusi ham bor edi. To'g'rimi? Eslab oldik-a, xullas. Umuman biz uni zamonni shunday matnda o'qiganda topib olamiz qaysi zamonda ekanini. Fikr orqali. Shaxson, nechta shaxson bor? 3 ta shaxson bor. 3 ta. Aldanmang balonni. Demak, 3 ta shaxson bor. Xo'p. Birinchi shaxs bitta fe'l olamiz. O'qimoq fe'lni, oson fe'l. O'qimoq. O'qidim. O'qiding. O'qidi. Xuddi otdagi egalik ishini qilyapti, faqat bu fe'llar. Tushundingizmi? Fe'llarga qo'shiladi. Va shaxson deydi. Tushundingizmi? Tamom. Mayl qo'shimchasi. Nechta mayl bor? 4 ta mayl bor. 4 ta mayl bor. Qopqona tushdi bu ham. Demak, 4 ta mayl bor. Darak mayli yoki xabar mayli. Ikkalasi ham bitta. Xabar mayli qo'shimchasi nima? Yo'q. Buyruqdagi mayliniki. O'qisin, borsin, o'qiylik. Sin, yilik, aylik qo'shimchalar. Keyingisi. Shart mayli. Sa, maqsad mayli. Moqchi, sertifikat olmoqchi.
Talaba bo'lmoqchi. Albatta talaba ham bo'ladi. Sertifikat ham oladi, to'g'risi. Ha? Xo'p, bo'ldi. Qiymasak ham borfemika mana shu yerda tugadi. Deganimizda so'z yasalishi esimga tushib qoladi. So'z yasalish necha xil bo'lardi? Addash? 2 xilmi? Ha, 2 xil. Ha, 2 xil. Qaysilar? Affiksiya va kompozitsiya. Affiksiya asosga qo'shimcha qo'shish, kompozitsiya asosga so'z qo'shish orqali. Ha? Kompozitsiya usulida sizlar 4 ta misol aytasizlar, affiksiya usulida 4 ta misol. Kitobdan emas endi, kalladan. 203 nima bo'lyapti? Muhratdan usulida nima bo'lyapti? Nima? Ha? Kompozitsiya. Ha, qo'shma korxona, ha? To'g'ri. Men savoling, gaping boshqa. Ko'zoynak, tok qaychi, sher yurak, bodom qoq, kulyapmiz, bo'yinbog', tosh oyna. Nima? Gulbahor, gul hamisha bahor, gultoji xo'roz. 3 talik bo'ldi. To'g'rimi? Gul hamisha bahor. Ha, affiksiya. Affiksiya. Odamgarchilik, rahmat. Qo'shimcha qo'shing desizlar. Suvoqchi, suvoq. Bo'yoq. Navgarchilik. Ishlar. Dorboz. Tokchi. Ich, imlik. To'g'ri, imlik. Esab oldingmi? Kirakash, to'g'ri. Kira bilan kash qo'shimcha. Mavzu takrorlandimi? Endi navbat testga. O'chir. Tezki, javob yetdi. Nima vaqt?